Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, men sizlar bilan Ustoz Dostonbek. Biz Tunuka Bag'za jamoasi vodiy bo'ylab Tunuka xizmatlarini amalga oshiramiz. Hozirda Andijon viloyati Bo'ston shahriga yetib kelganmiz, do'stlar. Ishlarimizni yakuniy qismi lustralar o'rnatish jarayonini sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, qadrdonlar, darvozaxonasi uzunligi 9 metr, eni 4 metr bo'lgan darvozaxonaga xuddi shunaqa go'zal fasonda qilib berganmiz. Hozir lustralarni ustalarimiz o'rnatib berishyapti bu yerga. Xo'p, ichkari tomonlari 2 bo'lib shaklda bo'lgan, juda ham skromniy fason. Hozirda mana lustrani ham narigi tomoniga qo'yamiz. Qaysi biri uy egasiga yoqsa, shundan 2 dona qo'yib beradigan bo'ldik. Shuni hisobiga 2 xil lustra, ya'ni qandil olib kelganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Lustralar o'rnatish xizmati besplatniy bo'ladi. Bizda hamma rasxod ichida 135 ming so'mdan eng yaxshi tunikada, ya'ni 0.35 qalinlikda bo'lgan tunikalarni barcha rasxodlar ichida qilib beramiz qadrdonlar. Sizdan bir mahal abid xolos, bizdan barcha rasxodlar bo'ladi. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Albatta ishonchingizni oqlaymiz, chiroyli holatda sifatli tunika fonlarni amalga oshirib qilib beramiz. Do'stlar, bizda tunikaning kvadratga hisoblanadi. Shuni hisobiga joyning kvadratdan ozgincha farq qiladi. Chunki bukilishlari, qarashlari bilan ancha ko'payib ketib qoladi. Oddiy 5 ga 4 darvozaxonani oladigan bo'lsangiz, 20 kvadrat chiqadi. Bizda esa 30-35 kvadrat chiqadi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.